Assalomu alaykum muxliy hazratlari. Assalomu alaykum hurmatli prezidentim. Siz bilan butun musulmon ummati uchun mehr oqibat, saxovat va hamjihatlik ayyomi bo'lgan muborak Qurbon hayiti arafasida muloqot qilyapmiz. Yana davoshingizni eshitgandan xursandman. Rahmat. Siz orqali muqaddas Makka shahridagi haj amallarini ado etayotgan barcha hojilarimizni ushbu qutlug' bayram bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Mana shunday unutilmas kunlarda el yurtimizga tinchlik va farovonlik tilab, yoshlarimizning baxti saodatini so'rab qilayotgan ezgu duolaringiz Alloh taolaning dargohida iloyim qabul qilsin. Amin. Avvalo yurtimiz hojilarini samimiy salom va ezgu tilaklarini yetkazishga ijozat bergaysiz. Sizni rahnamoligingizda haj safari uchun barcha tashkiliy ishlar amalga oshirilgani va yuksak e'tibor uchun minnatdorchilik bildiramiz sizga. Shunday ehtiromdan ruhlangan ziyoratchilarimiz muborak manzillarda sizni haqqingizga juda ko'p duolar qilishyapti. Qolaversa yurtimiz rivoji, xalqimiz farovonligi, yoshlarimiz ilmi ma'rifati uchun iltijolar qilmoqdalar. Alloh taologa shukrki, bu yilgi haj mavsumi juda yuqori kayfiyat va yuksak saviyada o'tyapti. Makka, Madinadagi sharoitlar barchaga manzur bo'lyapti. Hojilarimizga 8 nafar ulamodan iborat delegatsiya, 305 nafar 50 boshi, 65 nafar ishchi guruhi, 50 nafar shifokor, 12 nafar yurtimiz oshpazlari xizmat qilishyapti. Mamlakatimizning 9 ta aeroportidan hamyurtlarimiz to'g'ridan-to'g'ri Madinaga yetib kelib, Rasul alayhissalomning masjidlari yonidagi 5 yulduzli mehmonxonada istiqomat qildilar. Bu esa Masjid-i Nabaviyda ko'p ibodat qilishga imkon berdi. Ayniqsa jannat bog'laridan bir bog' deya ta'riflangan Ravza-i Sharifni ziyorat qilish va u yerda el, yurt va sizni haqqingizga duolar qilishlikka muvofiq bo'lyaptilar. Hurmatli prezidentim, hojilarimiz salomatligini doimiy kuzatib borish uchun sizni topshirig'ingizga muvofiq 50 nafar oliy toifali shifokor jalb etildi. Ular orasida fan doktorlari, fan nomzodlari ham bor. Hojilarning sihatlari ko'zdan kechirilib, kerakli yordam, maslahat, dori-darmon hammasi berilyapti. Muolaja uchun kerakli jihozlar mavjud. Yurtimizdan kerakli dori-darmonlar olib kelindi. Yana bir marta butun hojilarga duolarda xalqimizni tinchligi, yurtimizni obodligi, yurtimizga ko'z tegmasligi uchun yangi O'zbekistonda qilgan hamma amallarimiz iloyim xalqimizning manfaatiga xizmat qilishga duolar qilishini juda iltijo qilib prezident so'radi deb ayting. Rahmat sizga. Katta rahmat. Xo'p bo'ladi prezidentim. Sog' bo'ling, ko'rishgancha omon bo'ling. Kutib qolamiz eson-omon kelishlaringizni hammalaringizni. Allohga omonat. Rahmat.